Assalomu alaykum aka. Mana bugun bizni navbatdagi traktorlar to'g'ri va beshiktor kabina traktorlarini qisqacha obzorni qilib o'tib ketamiz. Bu o'zi Germanskiy traktor, qo'shma korxonada ishlab chiqarilgan 3 yil garantiyasi bor, 56 4 Porsche, apparaturasi Germanskiy Bosch sistemasi qo'yilgan. Oldi pedal qismlari ham italyanskiy Carraro qo'yilgan. Traktor 56 va bu variant kabinalik. Mana kabinani ko'rsatib o'tib ketamiz. Usti sal changroq, nima qilmaysizlar? Bunga chang yomon kiradi ichkariga. Xo'p, salonga keladigan bo'lsak, bularda reversibli korobka bo'ladi. Mana oldi, orqa qilib tushirib ishlatasizlar. Mana bunda toshbaqa, quyon, o'rtacha tezligi ham bor bunda. Keyin 1 2 3 4 skorlari. Bu telishgan silindrni tushirib chiqaradigan ruchnoy tormoz. Oldi qo'shib ajratadigan blokirovka bor. Keyin bu yoqda silindrlarni tushirib chiqaradigan, naviskaga tushirib chiqaradigan ruchnoy gaz. Konditsioner bor, pechkasi bor, magnitofon bor. Bu orqa furchkalari ham ochiladi, silindrlari ham bor mana. Mana eshik silindrlarini ko'rsangiz bo'ladi. Baqa zo'r silindrlar qo'yilgan. Bu ham 540 ming oborot aylanadi. Orqasiga keladigan bo'lsak, mana tashqi silindr bilan joylashgan. Vomini aytdik. Naviskaga xudo xolasa 1,5 tonnaga bo'lgan agregatlarni bemalol aylantirib ko'tarib ishlata oladi. Mana moyilliklar mana alohida qilingan. Xullas traktor yaxshi. Hozir aksiyaga tushgan. Narxlari 10 million arzonladi. O'tgan videolarda sal narxi balandroq edi. Hozir 230 ga 220 million so'm. Yana narxga kelishadigan joyi bor. Bo'lib to'lash, lizing fizik hammasi qilib beraveramiz. Bemalol pastdagi nomerga chiqaveradi.